Bozorda eng ko'p keladigan savollardan biri 400-500 dollarga Case 2 ga kompyuter bormi? O'zi o'ynasa bo'ladimi? Ko'pchilik yo'q deydi. Aynan shu uchun biz bu videoni olishga qaror qildik. Ismim Abdulaziz, Texnooptim asoschisiman. 3 yildan beri kompyuter sohasidamiz. Asosan igrovoy kompyuterlar sotamiz, hamyonbop narxda. 440 dollarlik kompyuterda Case 2 o'ynash mumkinmi? Ko'pchilik mumkin emas deb o'ylaydi, lekin bugun sizlarga mana shuni o'zim test qilib ko'rsataman. Bu videoda ko'rasiz, klaviatura, mishka ichida qanaqa detallari bor va o'yinlarda CS:GO, GTA 5, PUBG Mobile shu o'yinlarda necha FPS ni ko'tarib bera oladi. Hammasini bu videoda ko'rsatamiz. Bo'lmasa birga ochib raspakovka qilamiz. Hop, mana ochib oldik hammasini. Endi xarakteristikasi bilan tanishamiz. Hop, monitorimiz Zifler brendidan 24 dyuymli Full HD IPS matritsa 144 Hz bo'ladi. Mana aksessuarlarimizga kelsak, bularni klaviatura, mishka, naushnik. Bularni ko'chadan olaman desangiz ham 30-40 dollarga tushadi. Bu bonus hisobida qo'shiladi. Mana naushnikimiz Maradi V10 naushnigi. Ko'plab game klublarga kirsanglar ham ko'rasizlar, sifati yaxshi. Budjetli igrovoy kompyuterga zo'r naushnik. Va klaviatura mishkada membrana RGB'si yonadi. Hop, endi eng asosiy joyi case'imizning xarakteristikasi. Case'imizning korpusi fan tor kullerli. Bunaqa RGB'lari yonadi. Joyli case'ga qilib beramiz. Buni ichini ochib ko'ramiz. Yana aytib o'tishim kerak, bu kompyuterimizning protsessori Core i5 4-pokoleniya. Ko'pchilik bu yangi pokoleniya emas degan ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ladi. Bugun realni ko'rsatamiz. Bu protsessor nima imkoniyatlarga ega. Hop. Endi ichini ochib ko'ramiz. Turamiz, hop. Ichida bizda xarakteristikasi o'sha aytganimdek Core i5 4-pokoleniya, RX 580 8 GB video karta, AMD'dan platamiz H81, SSD'miz 512, M2 NVMe. Operativkamiz 2.8 DDR3 dan 16 GB, kullerimiz C20 Pro RGB'li kuller, blok pitaniya 650 Watt Jungle brendidan. Mana kompyuterimizga Case 2, GTA 5 va PUBG Mobile o'yinlarini tortdik. Endi bularda bir chetdan test qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Case 2 da test qilamiz. Mana 5 ga 5 onlaynda o'yin boshladik. Hozircha FPS'imiz 160, 170 chiqib turibdi. Va bu kompyuter optimizatsiya qilingan, ozgina FPS balandroq berishi uchun. Buni o'zingizdan to'g'rilab optimizatsiya qilsangiz shunaqa FPS beradi. 120, 130 средний настройка. Mana hozir Case 2 da test qildik, o'zingizlar ham ko'rdinglar. 100-150 atrofda stabilni o'ynasa bo'ladi. Hozir endi mana GTA 5 ga kiryapmiz. GTA 5 da test qilamiz. Mana GTA 5 ga kirdik. Otishlar yo'q. Bu yerda 72 FPS ko'rsatyapti. Mana GTA 5 da test qildik. 72-73 shunaqa berdi stabilni. Endi mana PUBG Mobile o'tganmiz. PUBG Mobile da test qilamiz. Mana PUBG o'yinida o'rtacha 100 atrofda test beryapti.
bu komplektlarni polniy tanishtirdik. Endi misol uchun sizdan savol bo'lishi mumkin. Monitorni 27 qilsak bo'ladimi yoki ichida qaysidir detalni almashtirsak bo'ladimi? Qilsa bo'ladi. Bizga direktdan yozsangiz, buni hammasini o'zgartirib to'g'rilasa bo'ladi. Va bu komplektimizga 12 oy servis garantiya beramiz. Istalgan payt biz bu kompyuterimizga ishonamiz va mutaxassislarimiz buni o'zim nazoratimda hammasi joyida qilib sozlashadi. Bu doim nazoratda bo'ladi, chunki biz 12 oy sizga servis kafolat beramiz. Agar biror muammo bo'lsa, bilamiz, siz uni bizga olib kelasiz va olib kelishingiz kerak. Chunki bu bizni majburiyatimiz. Chunki bu komplektimiz $440 maxsus taklifda, ya'ni omborda bu komplektdan cheklangan. Shu sababli agar sizga bu komplekt kerak bo'lsa, hoziroq biz bilan bog'laning. Qoldirilgan nomerlarga yoki qoldirilgan Telegramga aloqaga chiqing. Bu komplektni tayyorlab sizga yuboramiz.